Qadim tarixga ega Buxoro mana bir necha kundirki boy san'at va o'chmas madaniyat markaziga aylanib, jahon ahli e'tiborini o'ziga qaratmoqda. Kun sayin xalqaro biennalega butun dunyo rassomlari, ijodkorlari va san'at ixlosmandlari qiziqish ortmoqda. Batafsil bu haqda hozirgi sharhimizda tanishasiz. Mamlakatimizda ilk bor xalqaro san'at biennalesi uchun Buxoro shahrining tanlanishi shunchaki moziyni qo'msash hissi emas, balki mustahkam ishonch belgisi bo'ldi. Bu hamon shuhratini saqlab kelayotgan tarixiy ildizi, boy qadriyatlari hamda umrboqiy an'analarga ega ajoyib shaharning yana bir bor ijod, muloqot va madaniy almashinuvining global markazi sifatida namoyon bo'lishiga ishoradir. Buxoro biennalesi teran tasavvur va qarashlar natijasi o'laroq tug'ilgan tashabbusdir. I'm 50 years old. Yoshim 50 da. Buxoroga birinchi marotaba tashrif buyuryapman va bemalol ayta olamanki, yarim asrlik umrim davomida men guvohi bo'lgan eng qadimiy shahar Buxoro bo'ldi. Avval Toshkent, Farg'ona va Samarqand shaharlarida bo'ldim. Keyingi manzil Buxoro edi. Hamrohim bu yerda katta festival bo'layotganini aytdi. Biennalega kelib esa men nafaqat o'zbek ijodkorlarining ishlarini ko'rdim. Qolaversa, dunyoning turli tomonlaridagi falsafani o'zida akslantirgan zamonaviy san'at asarlarini ko'rib, juda xursand bo'ldim. Xullas, bir so'z bilan aytganda, Buxoro men uchun qiziqarli shahar sifatida taassurot qoldirdi. Qadim va hamisha navqiron Buxoro quyosh yorug'ini qizg'angan paytda ham o'z sarovatini yo'qotmaydi, aksincha yanada go'zallashadi. Ayniqsa Buxoro biennalesidagi madaniyat maydoni bo'ylab sochilgan har bir installyatsiya mehmonlarni o'ziga qaratmoqda. Har bir mehmon uchun bu kecha oddiy sayohat emas, balki qalb rohati, o'zlikni izlash va san'at olamiga sho'ng'ish jarayonidir. From USA, Washington State, my name is Ben. I've been here for 7 days. Men Amerika Qo'shma Shtatlaridanman. Shahringizga 7 kundan beri mehmon bo'lib turibman. Juda ko'p ajoyib insonlar bilan tanishdim. Bilasizmi, butun Markaziy Osiyo menga xuddi o'z yaqinidek yaxshi munosabatda bo'ldi. Buxoro esa, rostini aytsam, juda chiroyli shahar. Odamlari ham samimiy. Ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xalqaro Buxoro biennalesi sabab shu kunga qadar 230 ming xorijiy, 315 ming mahalliy mehmonlar tashrif buyurdi. Demak, Buxoro bu festival orqali yana bir bor butun dunyoga boy tarix va o'lmas madaniyatini namoyon etyapti. Aziz yurtdoshlar, siz bugungi sanaga oid muhim voqealar tafsiloti bilan axborot dasturida tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.